Hop, ekran ko'rinyapti sizga? Aha, ko'rinyapti. Hali sekin boshlaymiz bo'lmasam darsi. Logaritmdan oldin ko'rsatkichli tenglama degan mavzular bor. O'shalarni bir ozgina takrorlab olaylik siz bilan. Qanaqa bo'lgan? Yodingizda bormi yo'qmi? O'shalardan bir savol javob ko'raylik. Keyin shunga qarab mavzu o'tib ketaveramiz tez tejib. Aha. Tak, 3x'inchisi teng 81 bo'lsa, x nechi bo'ladi? 4. 4. Xo'p, yaxshi. Bir taqsim uchni eksinchisi teng 27 bo'lsa x nechi bo'ladi? X mi? X. Minus 3 mi bo'ladi? Minus 3 bo'ladi. Aha. Молодец, yaxshi. No, bo'ladi. Minus 3 bo'ldi. Xo'p, qarangchi, bir taqsim ikkini eksinchisi katta 8 bo'lsa qanday deyishamiz mana shuni? Tengsiz. X bo'lmas. Hmm. Bundan katta qolamiz. Bir tarafga 8 olib o'tib. Ha, 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 ha. Qarang. Shundan sekin tushuntirib o'tib ketaman. Sal esingizdan chiqqan joyi bor ekan tengsizligini. Ha, anchadan Ha, o'qimadim. Oliy matematika o'tamizda. endi oliy matematikada o'sha limit, ikki karrali integral, uch karra kalkulus o'tadi. Unda bu narsalar o'tilmaydi ko'pincha. Aha. Endi logaritmni oldin shularni bilishimiz kerakda. 8ni 2ni darajasiga o'xshatib olsa bo'ladimi? 2ni kubi qilsak bo'ladi, mana buni. Mhm. Endi bu 1 taqsim 2 turibdi. 1 taqsim 2 turgan bo'lsa, bu 2ni minus eksinchisi deganim mana bu narsa. Mhm. Katta 2ni kubi. Endi qarasangiz mana bu ikkilar bir xil asoslar. Ikkilar Asoslar tashlab yuboradigan bo'lsak, x katta minus x katta 3 bo'ladi. X kichkina 3 bo'ladi. Yo'q. X kichik minus 3 bo'ladi. Ya'ni minus cheksizlikdan minus 3gacha x tegishli bo'lgan oraliq. Aha. Tushunarli? Ha, Xo'p, tushunadi. ikkinchi holati bu. 2dan endi buni keling 4dan bir eksinchisi katta degaylik 1 taqsim 16dan. Mana bu qanaqa ishlanadi deyilsa, bu sal boshqacharoq. 1 taqsim 4 eksinchisi katta 1 taqsim 4 kvadrat desak bo'ladi mana bu narsani. Bu oralig'ida mana bu 4dan birlar tashlab yuborsangiz bo'ladi, faqatgina ana bu asos bor-ku, asos. Mana bu narsa. Mhm. 0 bilan 1 ni orasida bo'ladigan bo'lsa, asos tengsizligi tashlab yuborgan payti, asoslar tashlab yuborgan payti tengsizlik ishorasi almashadi. Hozir mana bu holatda tengsizlik ishorasi chap ochilib turgan bo'lsa, asoslar 0 bilan 1 orasida bo'lgan vaziyatda uni tashlab yuborsangiz, tengsizlik ishorasi qarama-qarshisiga o'zgaradi. Aha. Agarda asos mana 0 bilan 1 orasida bo'lsa, ikkilar tashlab yubordik-ku. To есть birdan katta bo'lsa demoqchiman. 2 Mhm. birdan katta-ku, tengsizlik ishorasi o'zgarishsiz qoladi. Katta bo'lsa kattada yozilaveradi. Tushunarli? Ha, Va tushunadi. x kichik 2 degani minus cheksizlikdan 2gacha. Endi bu ko'rsatkichli tenglama va tengsizlik eng boshida logaritmi endi sekin o'tsak bo'ladi, qarang. Logaritm degan nima degani? Darsi boshida men sizga savol berdim. 3x teng 81 desam, x teng nechi dedingiz? X teng 4 dedingiz. To'g'ri. Endi savol bersam, 3x teng 12 desam nechi deysiz? 3 qaysi darajasi 12? Nima deysiz boshqatdan gapiring? Hop, qarang. 3x teng 81 desam, x teng 4 deb javob berdingiz darsi boshida. Endi men sizga savol berdim. 3 qaysi darajasi 12 desam, nima deb javob berasiz? Logaritmdan foydalanib, Aha. 3 asosga ko'ra 12 mana shunaqa bo'lishi kerak. Adashmasam. Shunaqa. Logaritm degani mana bu x ni gapiradi-da bu narsa. X degani 3 ning
uchning shunaqa darajasi borki 12 ga teng degani. Ya'ni uchning shunaqa darajasi borki bu 12 ga teng degan yozuvimizni matematik simvolda yozsak, shu narsani nomi log deyiladi. Tushundingizmi? Aha, tushundim. Ha, log degani shu logaritm degani. Shunaqa endi kim yaratgan bo'lsa, to'g'risidan kim yaratganini bilmayman buni, mana shunaqa deb nom qo'ygan. Shu log deb aytib yozib ketiladi. Ana shunaqa holatda. Mhm. Endi logaritm xossalari bor, bir 10tadan oshiq xossalari bor. O'shalarni bilishimiz kerak bo'ladi. 10dan oshiq xossalar bular qaysilar? Yana birinchisi, logaritm a asosga ko'ra 1 bu 0 ga teng doim. Ya'ni a ni o'rnida logaritm aniqlanish sohasiga to'g'ri keluvchi liboy son bo'lishi mumkin. Bu nima degani? Mana deylik, logaritm 5 asosga ko'ra 1 nechi degan savol kelsa, mana bu asosdagi son nechi bo'lishini ahamiyati yo'q, faqat uni javobi 0 ga teng bo'ladi. Ya'ni buni o'zi aslida mana bunday qilib yozsa bo'ladi-da. Logaritm 5 ni 0-chisi bu to есть mana bunday qilib 5 ni 0-chisi qilib yozsa bo'ladi. Bu degani mana bu 0 oldiga chiqib ketishi mumkin logaritmda. 0 ko'paytirilgan logaritm 5 asosga ko'ra 5 qilsangiz, 0 istalgan sonni ko'paytirsak 0 chiqadi. Ikkinchi xossasi bor. Qarang. Ikkinchi xossasi logaritm. Logaritm a asosga ko'ra a doim 1 ga teng. Aha. Ekran ko'rinyapti sizga? Logaritm a asosga ko'ra a doim 1 ga teng. Bu nima degani? Misol. Logaritm 13 asosga ko'ra 13 doim 1 ga teng bo'ladi. Ya'ni mana bu logaritm ichidagi bilan logaritmi asosdagi son bir xil bo'lsa, u doim javobini 1 chiqaradi. Tushunarli bo'ldimi? Aha, tushunarli. Xo'p, uchinchisiga qarang. Uchinchi xossasi qanaqa ekan? Logaritm a asosga ko'ra a ni seninchi darajasi bo'lsa, biza mana bunday qilib yozishimiz mumkin. Shuni b ni seninchi darajasi deb qo'y. Mana bu c ni darajada turgan c ni logaritm oldiga tushirishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni c logaritm a asosga ko'ra b da yozsak bo'laveradi. Tushunarli? C ko'paytirish qilib yozsak bo'ladi. Bu logaritm uchinchi xossasi. Aha, Undan tushunarli. keyingisi, to'rtinchisi bor. Xo'p, to'rtinchi xossasi qanaqa? Agarda logaritm a ni c-inchisi mana bunday bo'lsa-chi, b bo'lsa. Logaritm asosda turgan bo'lsa, mana bu c degan son. Bu c bo'lib chiqmaydi oldingi, bu 1 taqsim c bo'lib chiqadi. 1 taqsim c logaritm a asosga ko'ra b bo'lib chiqadi. Aha, tushunarli. Bu to'rtinchi xossasi. Beshinchi xossasi. Beshinchi xossasi qanaqa? Deylik, logaritm tak a asosga ko'ra b berilgan bo'lsa, siz buni 1 taqsim logaritm b asosga ko'ra a deb yozishingiz mumkin. Mana bu ichkarisiga e'tibor berasiz. A bilan b ni o'rni almashsa, u 1 taqsim degani bo'ladi-da. Aha, bo'ldi, tushunarli. Tushunarli? Endi Aha. keyingi xossasi qanaqa? Logaritm keyingi xossalari tak. Bu bizlarda hozirgisi 5-chi xossa bo'lsa, 6-chi xossa bo'ladi. Xo'p. A darajasida logaritm b asosga ko'ra c degan ifoda berilgan bo'lsa, bu vaziyatda biza a bilan c ni o'rnini alishtirib yozishimiz mumkin. Ya'ni c logaritm b asosga ko'ra a da yozsangiz xato bo'lmaydi. Mana shunaqa xossasi ham bo'rildi. Keyin 7-chi xossasi bu asosiy xossalarga keldik. Logaritm a asosga ko'ra b ga logaritm a asosga ko'ra c ni qo'shadigan bo'lsangiz, qo'shishda logaritm ichidagi sonlar ko'payadi. Logaritm a asosga ko'ra b ko'paytirilgan c da yozish mumkin ekan. Mana shu narsani. Ya'ni bu logaritm 3 asosga ko'ra 12 ko'paytirilgan qo'shilgan logaritm 3 asosga ko'ra 8 ifoda berilsa,
buni logaritm uchasasiga ko'ra 12 kara 8 deb yozadigan bo'lsak, logaritm uchasasiga ko'ra 96 degani bo'lib qoladi bu. Aha, tushunarli. 8-chi xossasi. Endi xuddi shu narsa ayirish bo'lsa-chi, logaritm a asosiga ko'ra b minus logaritm a asosiga ko'ra c degan ifodamiz ayirish bo'ladigan bo'lsa, bu logaritm a asosiga ko'ra b taqsim c, ya'ni b bo'lingan c bo'ladi. Ayirishda bo'linadi. Xuddi mana darajani bo'lishda ayiramiz deymiz-ku. O'sha narsani teskarisida bu o'zi aslida. Logaritm 5 asosiga ko'ra 70 minus logaritm 5 asosiga ko'ra 14 ifoda berilsa, siz buni logaritm 5 asosiga ko'ra 70 bo'lib 14 desangiz, logaritm 5 asosiga ko'ra 5 bo'ladi-da bu. Logaritm 5 asosiga ko'ra 5 degani bu 1. Tushundingizmi? Aha, tushundim aka. Endi asosiysi mana shular. Qolgani yana mayda-chuda bir ikkita uchta qoidalari bor. No, gilamni mana shu qoidalari bilishingiz kerak logaritm ishlashda. Hmm. Logaritm mavzusida. Tushunarli? Aha. Tak. Keyin darslik masalasiga to'xtalaylik-da. Darslik masalasi qanaqa bo'ladi? Oldin hozir birinchi kursimiz tushunda. Ha, birinchi qismi. Birinchi kursiz ismingiz Ziyovuddin, a? Biloldan. Familiyam Ziyovuddin. Ha, Ziyovuddinov. Ismingiz nima? Biloliddin. Biloliddin. Ha, Biloliddin. Mhm. Oldin qaysi joy kursga borgansiz? Birinchi kursdan oldin, abituriyent bo'lgan paytingiz. Men Andijonlik bo'lganim uchun o'zimizni litseyda o'qiganman. Ha. Domlamda. Qanaqa darslikdan o'qigansiz matematikani? Usmonovdan o'qirdik biz. Usmonov, oqni yashil to'plama qalin. Yaxshi. Tushunarli. Biz IDCdan foydalanamiz darsda. Mhm. IDC matematika 3-qismdan foydalanamiz. Uchinchi qism. Ha. Chunki 3-qism logaritm boshlanadi, eng boshdan. Logaritm. 3-qismda bor-da, 3-qismda eng boshida logaritm boshlanadi. Tak. Qarang, yana qaysidir fandan sertifikatingiz bormi undan boshqa? Men agar hamma fandan sertifikatim bor. Faqat matematikadan past, a? Просто ingliz tilim 50 o'qib qolyapti, ya'ni anaqa. Iyunda tugatdi uni srogi. Aha. Unga o'ylanyapman. Tavakkal qilmasam undan ham bir topib qolaman ingliz tilidan. Uni tavakkal qilmang, topshiring uni ingliz tilini to'liq. Ha, shu ingliz tilini topshiraman endi. Endi mana bu diplomatiyaga kiraman dedingiz, diplomatiyani bali past emas. Endi uni bilasiz yaxshi. Uni tushuntirib o'tishim shart emas. Bilaman. Eng kami 180 dan baland to'plashingiz kerak-da. Bu uchun hamma fandan sertifikat kerak bo'ladi. Endi 3 ta fandan sertifikatingiz bo'lsa, hamma gap hozir matematikada qolyapti-da sizda. Matematika ham bor, shuning uchun diplomga kirmoqchiman. Endi u nima C sertifikat bo'lmaydi, to'g'risi. U past ancha. Pastda. Tak. Hozir mana logaritmdan kitobi topib olayda shundoq. 3-qism kitob elektronniy variantini topib olay, sizga ko'rsatib beraman. Xo'p, ikkinchi qismi oxirida edi adashmasam. Ikkinchi qism. Mana topdim, hozir. Ochib olaman uni. Tak, IDC. O'zimiz bor gruppaga tashladim. Mana shu darslikdan o'tiladi. Hozir uni ochib olamiz. IDCni.
Mhm. Xo'p, mana qarang Biloliddin. Mhm. Xo'p, bundan chiqib ketamiz to'liq. IDC matematika ikkinchi qismi eng oxiridagi mavzular ekan bular. Xo'p, yozamiz 320 deb. Mana logaritm mavzusi eng boshidan boshlashingiz kerak logaritmni. Aha, aha. Ikkinchi qismi sotib olishingiz shart emas. Ikkinchi qism o'zidan elektron ishlasangiz bo'laveradi. Hozir Ha. mana ochib olayman. Logaritmik shakllanmashtirish, tak, soddalashtirish. Mana почти keldik. Logaritmik ifodalar. Qarang, logaritm bu yoqda ham bormi? Ha, bu yoqda daraja ekan. Va birinchi masalasidan boshlaymiz. Tenglik to'g'rimi yo'qmi tekshiring degan. Buni qanday qilib ishlasangiz bo'ladi? Mana bulari. Xossalarini oz-moz bilarkansiz logaritmni. Mhm. No, mayli buni tushuntirib ketaveraman. Mana logaritm 2 asosga ko'ra 16 degani 2 ni qaysi darajasi 16 degani? 4-chi darajasi. Bu to'g'ri. Mana shuni ko'rinishda tekshirish kerak. Buni ko'radigan bo'lsak, logaritm 3 asosga ko'ra 1 taqsim 27. Mana 1 taqsim 27 degan son berilgan bo'lsa sizni eng oson yo'li buni ishlashi 1 taqsim 3 uchinchisida yozsangiz bo'ladi mana buni. Mhm. Ha, ha, ha. Bo'ldi, o'zim o'chirib ketaman. Bizani ham. Bilaman, bilaman. Oxirida. Mayli, sog' bo'ling. Bo'pti. Qarang, uzr. 1 taqsim 3 kubi berilgan bizlarda. 1 taqsim 3 kubi. Buni 3 minus 3-chi qilib yozishingiz mumkin. O'rniga qo'yib yuborsak, To'g'ri. logaritm 3 asosga ko'ra 3 minus 3-chisi. Mana bu minus 3 shundoq oldiga tushirib yuboradigan bo'lsak, minus 3 logaritm 3 asosga ko'ra 3. Bu ifoda 1. 1 ga. Minus 3 degan javob chiqadi. Haqiqatdan ham mana minus 3 turibdi. Bu degani bu ham to'g'ri degani. No, ishlanish yo'li tushunarlimi? Qanaqa ishlanishi? Ishlanish to'g'ri. Tushunarli. No, mana birdan 10gacha shunaqa tipda ketasiz. 10-masaladan keyingi qismiga qarang. Uje 125 gacha ketgan. Hisoblang degan masala shartida. Hisoblashimiz kerak. 11. Mana bu 5 shundoq oldiga tushiraveramiz, bo'ldi. Misol hal. Logaritm ikkasiga ko'ra 2. Ular 5. Endi bu oson tipdagi masalalar. Sal murakkabrog'i bormi? 16 ni ko'rib ketaylik. 16 ga qarang. Mhm. Xo'p, buni ishlashda logaritm 2 asosga ko'ra yozib olaman. Bu son e'tibor bering mana buni. Bu narsani mana shu son o'zini 125 taqsim 1000 da yozish mumkinmi? Mhm. Virguldan keyin 3 ta-ku. 125 ga qisqartirib yuborsak 8 dan 1 deganida. Uju mana 8 bilan 2 bir-biri bilan kelishadi-da bular. Ya'ni darajasini olib kelsa bo'ladi bir-biriga. Buni Mhm. o'rniga 8 dan 1 qo'yib yuborsak, logaritm 2 asosga ko'ra 1 taqsim 2 ni kubi. Bu degani logaritm 2 asosga ko'ra 2 ni minus 3-chisi degani minus 3'i oldiga chiqarib yuboradigan bo'lsak, minus 3 logaritm 2 asosga ko'ra 2. Bu minus 3 o'ziga teng bo'lib qolaveradi oxirida. Mhm. Endi logaritmda mana shunaqa tipda ishlanadi hammasi. Keyin mana bu LG, LL'lari bilasizmi? Bu qo'shimcha O'nda belgilanishlar bu. 10 asosga ko'ra deb aytiladi. Endi LG degani bu LG mana 10 desa bu logaritm 10 asosga ko'ra degani yoki LG 5 desa 10 asosga ko'ra 5 degani. Mhm. ln bor keyin. ln x bo'lsa misol uchun
Logaritm y asosga ko'ra x degani. Y'ni bilasizmi? Nechiga teng y? Yo, yo. Anaqa esimda yo'q edi. 2,71 ga teng. Mhm. E'ler sonida bu. Mhm. P nechiga teng? 3 Uch o'n to'rtga teng. Mana kanallarda ko'rgan bo'lsangiz, hamma joyda gapirib yotibdi bu kun. Pi kuni deb. Nimaga? Chunki 3-oy 14 kun. 14-martda. Mhm. Endi pini mana bu y'ni kelib chiqishini hozir oliy matematika o'tyaptimi sizlar? Ha, o'tyapti. Limit o'tdimi? Ha, limitga keldik. Limitga kelgan bo'lsangizda mana birinchi ajoyib limit, ikkinchi ajoyib limitda o'zi kelib chiqishi shu narsada. Mana birinchi ajoyib limit mana buni, ikkinchi ajoyib limit mana bu narsa-ku. Limit x intilganda cheksizlikka 1 plus 1 taqsim y'ni 1 taqsim 1 plus 1 taqsim x'ni x'inchi darajasi y'ga teng. U Mhm. y'ni kelib chiqishini sizlarga o'rgatadi o'zi. Domlani o'zi agar so'rasangizlar mana shuni. Agar qiziqsangiz, nimaga 2,71ligini o'rgatadi demoqchiman. Bo'ldi. Endi bu mavzudan tashqari narsada logaritm o'ziga qaytaveramiz. Bu 33-masalaga qarang. 33 ta. Aha. Logaritm mana bu joyda 2 turibdi-ku. Ko'rinyapti sizga? 2 turibdi. Ha. Bu Mhm. logaritm 3dan 1 asosga ko'ra 1 taqsim 81 ni kvadrati deganini bildiradi bu. Ya'ni darajasini bildiradi logaritm. Mhm. Bu narsa. Endi bu oddiy logaritm 3dan 1 asosga ko'ra mana 1 taqsim 81 1 taqsim 3 to'rtinchisi deyish mumkin. O'shani ham kvadrat qiladigan bo'lsak, mana bu to'rtinchi daraja buni oldiga tushib ketadigan bo'lsa, 4 Mhm. logaritm 3dan 1 asosga ko'ra 3dan 1 qoldi, n kvadrati. Endi bu nechiga teng bu? 1 ga teng bo'lib 4 kvadrat. 1 ga teng bo'ladi, 4 kvadrati 16. Bu misollar ja unaqa qiyin emas. Endi boshlang'ich qismi bo'lgani uchun to'g'risi men siz darajangizni bilmayman hozir bulardan. Shu uchun logaritm dedingiz, logaritm o'tib beraman. Keyin DTMga tayyorlanish uchun eng yaxshi to'plam bu biza o'zimiz tayyorlangan payti ham bor edi. 75 ta variant nomli to'plam bor. Eshitmaganman unaqa. Unda 30 talik testda berilgan. Buni ko'rsatib o'taman hali dars o'tish davomida. 30 talik 75 ta varianti bor. 30 Ha. talik testlar. Alibek Filyovskiy buni uzun marketdan ham olsa bo'ladi, bor. Mana shundan o'tib kuchaytirish mumkin. Anchagina. Mhm. Anchagina kuchaytirsa bo'ladi. Hali buni keyin gaplashaveramiz. No, logaritm mavzusida mana shunaqa misollari. Keyin mana qo'shish qoidalariga keldik. Endi bular ham uncha qiyin joyi yo'q. Ko'paytirib qo'ysak. Logaritm 6 asosga ko'ra ko'paytiraveramiz 12 kira 18 qilib. Endi mana shu 12 kira 18 siz qiynalib hisoblab o'tirmangda. 12 kira 18 qilib. No, oddiy usulda chiqarsa ham bo'ladi. Qanday qilib? Mana logaritm 6 asosga ko'ra mana buni maydalang. 2 kira 6 qilsak bo'ladimi? Bunisini-chi? 6 kira 3 qilsak bo'ladi. Mhm. 2 kira 3 yana 6 ni beradimi? Mhm. 3 ta 6 bo'ldida. 1 2 3 ta. 3 oldiga tushirsak 3 logaritm 6 asosga ko'ra 6. 3 ga teng. Xo'p, oxirroqga tushaylik bo'lmasam. Ildiz bilan qanaqa ildiz? Narvandiymi ildiz mavzusi? Normal. Narvandniya ildiz mavzusi. Yaxshi. Mana misollardan ko'rib ketaylik. 67 ga qarang. 67-masalaga. Aha. Mana bu xossani gapirib o'tdim. Logaritm a darajasi logaritm b asosga ko'ra c deb. Bu Ha, bilan sen c b a, ya'ni o'zgartirib olish mumkin. 256 bo'ladi javob. Xuddi shunaqa 256 log 3 mana bu 1 bo'lsa 256 ni o'zi degani bu narsa. Mana buni ko'raylik. 70 ln 12 degani mana shu narsaga e'tibor bering. ln 12 nima degani bu? ln 12 degani ln 12 degani
logaritm y asosan ko'ra 12 deganda bu. Ya'ni y darajasida logaritm y asosan ko'ra 12. Bunda ham y bilan 12 ni o'rnini bitta alishtirib olsak, javob 12 bo'lib qoladi. Mhm. Yana qanaqa misollari bor? Atak mana bularni ko'raylik. Mana bu narsani. 78 ko'rinyapti. Aha, buni. 6 logaritm 1 taqsim ilzosti 6, bu yoqda 3 turibdi. Buni bundoq qilib yozsangiz bo'ladi. E'tiborli jihati mana bu narsa. Mm. 1 taqsim ilzosti 6 ifoda berilgan bo'lsa, bu ilzosti 6 ni Bir minus taqsim. birinchisi degani. Ha. Minus birinchi darajasi degani. Bu 6 darajasida logaritm ilzosti 6 ni minus birinchisini uchinchisi desak, mana bu ifodaga e'tibor bering. Ya'ni mana bu narsaga. Bu narsada nima qilishimiz mumkin? Darsni boshida gapirib o'tib ketdim. Osonroq yo'li logaritm ilzosti 6 ni minus birinchisi 3 berilgan bo'lsa, bu daraja turibdi-ku, mana bu narsa. Daraja Oldik. oldiga chiqib ketadi. Bu minus 1 o'zi bo'laveradi baribir. Logaritm ilzosti 6 asosan ko'ra 3 deganda baribir. Hmm. Bu narsa. Endi bunisini soddalashtirsak, 6 ni darajasida, ya'ni minus. Mana shu narsani shunday qo'yaman. Minus 6 ni darajasida ilzosti 6 asosan ko'ra 3. 6 bilan 3'i alishtiramiz o'rnini. 3 ni minus 1 logaritm ilzosti. Mana bu ilzosti 6, bu yoq 6. Bu degani 3 minus birinchisini, mana bu ifodani o'zini ham logaritm ilzosti 6, ilzosti 6 ni kvadrat desangiz bo'ladimi? Ha. 2 oldiga tushsa, shunda 3 ni minus ikkinchisi bo'lib qolar ekanda bu. Chunki log 6 bilan log 6 ketadi-ku. Mhm. 1 taqsim 9 degan oxirgi javob. Mana shunaqa ko'rinishda. Ha. Bulardan ko'rib o'taylik. Atak mana shu misolni ko'rsak, mana 82 ni 82 gacha bo'lgan qismdan. Buni 3 ni birinchisi ko'paytirilgan 3 ni logaritm 3 asosan ko'ra 4-inchisi deb oladigan bo'lsak, 3 birinchisi Logaritm 3. 3 asosiga ko'ra 3 3. Logaritm 3 asosiga ko'ra 3 deb olsak bo'ladi. Ha. Bo'ladi. No, biri unaqa deb o'tirmang, logaritm 3 asosan ko'ra 3 deb. Shuni ana bunday maydalab olsak osonroq-da. Hmm. Ana 3 da qisqarib ketsa, 3 kara tepada 4 qoladi, 4 oldiga tushsa 4 bo'ladi-da. 3 kara 4 12. Shu siz aytgan gapingiz bo'ladi. Ya'ni mana buni log 3 qilib olsa ham, log 3 log 4 qilsa ham 12 bo'ladi. Bu 3 bilan mana bu 3 qisqarib, baribir 12 degan javob chiqaradi bu ham, lekin bunisi usul sal osonroq undan ko'ra. Ha. Tushunarli? Endi bu masalalarda tepasi birinchi hisoblanadi, keyin pasti hisoblanadi. Chiqqan javob bo'lib qo'yilsa bo'ldi. Hisob kitobdan ochig'ini aytganda bir boshqa narsa emas hech qaysisi. Hmm. Mana 92 ni ko'rsak bo'ladi. 92 ni ko'rsak, menimcha bo'lar ekan. E'tiborli jihati, e'tibor tortadigan joy mana bu qism. E'tibor tortadigan joy mana shu qism. Buni qanday qilib ishlasak bo'ladi? Logaritm 3 taqsim logaritm ko'pincha ilzosida 5, mana buni 3 qilsak, mana bu xossani yozib berdim men sizga. Logaritm a asosan ko'ra b, bu 1 taqsim logaritm b asosan ko'ra a dedikmi? Ha. Shuni teskarisi ham urildi. Ya'ni mana bu taqsim turgan bo'lsa, biz uni 3 ko'paytirilgan, mana buni o'zini logaritm 3 asosan ko'ra ko'pincha ilzosida 5 desak ham bo'ladi. Mhm. Endi bu holatda mana bu 3 turibdi, shu 3 mana buni darajasiga berib yuboramiz. Buni darajasiga berib yuborsak, logaritm 3 asosan ko'ra ko'pincha ilzosida 5 ni ham kubi bo'ldi-da bu. Bu nima degani? Logaritm 3 asosan ko'ra mana bu 3 bilan ko'p qisqarsa 5 degani.
Ya'ni mana shu narsani o'zi logarifm 3 asosga ko'ra 5 ga teng degani bo'lib qoldida. Hmm. Ya'ni 3 ni darajasida logaritm 3 asosga ko'ra 5 degani bu 5 degani. Nu eng boshidagi soddalashtirishlarni shunaqa ko'rinishda ishlaysiz. Keyin oxiridagi mana 100 dan keyingi qismdan ham bir ikkitasini ko'rib o'tamiz. Shu bilan birinchi mavzuni o'zi tugaydi, asosiy qismi. Va mana 100-masalaga e'tibor bering. Qarang, o'zi bu juda oddiy. Mana shu ikkitasini man sizga ko'paytirib ko'rsataman. Hozir aniq bo'ladi shunda. Logaritm 2 asosga ko'ra 3 ni ko'paytirsak logaritm 3 asosga ko'ra 4 ga bitta xossasi bor logaritmda mana shu narsa bo'yicha. Shuni boya tepada yozmay ketibman. Logaritm c asosga ko'ra b, logaritm c asosga ko'ra a ifoda berilgan bo'lsa sizda mana bu c'lar bir xil-ku. Logaritm a asosga ko'ra b deb yozish mumkin ekan bu narsani. Aha. Xuddi shu xossadan foydalanamiz. Bu narsani o'zini e'tibor bering. Logaritm ikkasiga ko'ra 3 turaversin. 1 taqsim logaritm ikkasiga ko'ra 4 desak bo'ladimi? Aha. Bu tepaga ko'paysa mana bu narsa logaritm 2 asosga ko'ra yoki 2 asosga ko'ra, bu 2 asosga ko'ra 3. Bunda keling, mana buni qilganimiz qulay ekan. Bunisini teskari qilib yozib olaylik. 1 taqsim logaritm 3 asosga ko'ra 2 qilib yozib olaylik. Ko'paytirilgan 3 asosga ko'ra 4. Demak, bu narsa ko'paysa bunga logaritm 3 asosga ko'ra 4, mahrajda bo'lsa logaritm 3 asosga ko'ra 2 bo'lib qoldimi? Mana bu uchlarni tashlab yuborsak, logaritm 2 asosga ko'ra 4 bo'ladi. Bu degani logaritm 2 asosga ko'ra 2 ni kvadrati 2 ga tengmi? Bu kelib Ha, chiqishida mana bu narsa. Endi shunaqa misol ko'rganingizda doim oddiy usuli mana 3 bilan 3 bir xil. Ketdi, ha. ha. Kattaroq qilib yozaman. 3 bilan 3 ketdi. 4 bilan 4 ham ketdi. 5 bilan 5 ham ketdi. 6 bilan 6 ham ketdi. 7 bilan 7 ham ketdi. Log qoldi bu yoqda. Pastda 2 qoldi. Bu yoqda bo'lsa 8 qoldi. Bu 3 degani. 2 ni qaysi darajasi 8 degani bu 3. 3-chi darajasi 8 degani. Tushunarli bo'ldimi? Ha, tushunarli. Xo'p, Biloliddin, qarang. Bugungi, ya'ni probniga mana shu darsimiz paka bo'ladi. Keyingi darsdan logaritm qolgan mavzularni ko'rib chiqamiz va haftada siz bilan 3 ta darsimiz bo'ladigan bo'lsa, o'zi Hmm. hozir DTM imtihonigacha qancha vaqt qoldi? Mart yarmi bo'lsa, mart, aprel, may qoldi. Keyin iyunda уже boshlanadi imtihonlar. Vроде 3 oylar vaqt bor desak bo'ladi. 3 oy plus minus. Hmm. 1,5-2 oyda mavzularni to'liq ko'rib tugatamiz va ora-orada bir test olib o'tirsak bo'ladi. Mana 30 salik testlar bo'ladi-ku DTM standartdagi. Aha. O'shandan ko'rsa bo'ladi. Keyin sizda eng nima nuqta, nima desam bo'ladi? Geometriya boshlanmagan ekanda, xullas hali geometriyani chalasi bor ekan. Ha, stonometr. Stonometr tushamiz detemda. Albatta. 2 ta yo 3 ta tushadi. Ha. Endi o'zi 30 ta savol bo'lsa, bundan yo 23 yo 24 tasi algebrada. Ha. Algebra. 6-7 tasi geometriya tushadi. Endi geometriyaning ichida astronometriya bilan, planometriya bilan stereometriya ham bor. Hmm. Qancha mana shunaqa. Endi DTM standartligini ochig'ini aytaman, osonlashgan. Ha. O'tgan safar men o'zim ham alohida shu test ko'raman deb hujjat topshirib kirib chiqdim. No, biza o'zimiz ham DTM yechib kirganimizda sertifikat yo'qdi o'sha payti. Ha. Undan bir 5-4 martala oson o DTM standart hozir. Ancha Hmm. osonlashgan. Endi o'zimda ham sertifikatim bor. Sertifikatim A daraja hozircha.
hali Hmm. yangisida topshirsam aplis qilib qo'yaman uni ham. Hmm. 67 bilan A daraja isvozlik. O'zimda sertifikatim. Tak. Xo'p, tashkiliy masalalar ham gaplashdik. Kitobi qarang, 3-qism kitobi sotib olaversangiz bo'ladi. IDC 3-qismi bu uzun marketda bor. Sizgacha nima zakaz bersa bo'ladi bemalol. Aha.